Bugun o'zgacha usulda shunaqa sochni chiqadigan tovuq jarkob qilishni o'rganamiz. Tovuq sonlarini yaxshilab yuvib, shunaqa vilkada teshib chiqamiz. Ichlarigacha singib marinovka bo'lishi uchun xohishga ko'ra ziravorli solib, qatuv va mayonez solib hamma joyiga surib chiqamiz. Va ustiga strech yopib, xolodilnikka 1 soatga olib qo'yamiz. Endi qozonimizga yog' solib, kartoshkalarimizni 2 yonini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Va boshqa kattaroq idishimizga yana yog' solib, marinovka bo'lgan tovuqlarimizni 2 yonini qizartirib olamiz. Chiroyli bo'lib qizarib chiqqan tovuqlarimizni boshqa idishga olamiz. Endi bu orada ovqatimizni sousini tayyorlaymiz. Bu uchun suvga tomat, shakar, tuzni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bo'sh qozonimga men tovuqdan qolgan yog'ni soldim. Chiroyli qilib kartoshkalarni taxlab, ustidan tovuqlarni taxlab chiqdim va oxirida mazali bo'lgan sousimizni qo'yib, ustini yopib 1 soatga dimlashga qo'ydim. Shunaqangi mazali va sochni bo'lib chiqadigan jarkobimiz tayyor. Albatta bir marta bo'lsa ham shu usulda tovuq jarkob tayyorlab ko'rishingizni maslahat berardim.